Azan tovlanayotganda jim turishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Azan tovlanayotganda gap qilmay jim turmasa gunoh bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Azan namozning vaqti kirganligini sahobalardan yetib kelgan so'z jumlalari bilan o'zgacha uslubda e'lon qilishdir. Azan to'lash mushu ummatga xos alohidliklarning biri bo'lib, azan tavhid aqidasi asoslarini o'z ichiga olgan va keng xalq ommasiga jakarlanadigan bo'lg'achqa islom shuariga aylangan. Azan va takbir o'qish 5 vaqt namoz va juma namozi uchun sunnatdir. Farz kifoya degan qarashmi bor. Hanafiy mazhabning bu yerda sunnat degani ikkinchi qarashdagi farz kifoya ma'nosiga yaqin bo'lib, buningga asosan azanni barliq musulmonlar tashlab qo'ysa qat'iy bo'lmaydi. Biror jamoat azan to'lmagan taqdirda yaxshi qilmagan bo'ladi. Azan anglaganda nima qilish haqida ko'rsatma bergan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam azanni anglasanglar muazzin nima desa shuni danglar degan. Bu hadisga asosan azan anglag'uvchi jim turishga emas, muazzinga ergishib azanni jumla takrorlashga buyurgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zimi muazzinga ergishib azanni takrorlaydi. Ummu Habiba radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muazzin azanni tugutib jim bo'lgan qadar nima desa shuni deydi. Lekin muazzinga ergishib takrorlashning hukmi nima degan masalada qarashlar o'xshash emas. Hanafiy mazhab boshchiligidagi bir qism olimlar azan anglag'uvchi azanni muazzinga ergishib takrorlashi vojib. Hadisda shuningga buyurgan. Bu yerda hadisdagi buyruqni mustahablikka opiradigan biror qarina bo'lmag'achqa vojiblikni bildirdi deb qaragan. Uning ustiga muazzinga ergishib demagan kishi parvo qilmagandek, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgandek ko'rinadigan bo'lg'achqa ayblanishi jihatdan vojiblik tarafi kuchlanadi. Bu qarash ba'zi maliki olimlarning, zohiriy mazhabning, shundaqla ba'zi salaflarning qarshidir. Bu qarashga asosan azan anglayotganda Qur'on o'qiyotgan kishi o'qishini to'xtatishi, so'zlayotgan kishi so'zini, salom bermoqchi yoki qaytarmoqchi bo'lgan kishi to'xtab turishi, shundaqla azanni takrorlashga to'salg'u bo'ladigan har qanday ishni to'xtatishi va azanni takrorlashi kerak bo'ladi. Hanafiy mazhabdagi Imom Tahoviy boshchiligidagi bir qism olimlar bilan boshqa mazhablardagi ko'pchilik olimlar mazkur hadisdagi buyruq vojiblikni emas, mustahablikni bildirdi deb qaragan va azanni anglagan kishi azanni takrorlashga biror to'salg'u bo'lmasa-la, mayli tahoratlik bo'lsin yoki tahoratsiz bo'lsin, hayzdor bo'lsin yoki junub kishi bo'lsin, har birining muazzinga ergishib azanni takrorlashi mustahab degan. Azanni takrorlashga to'salg'u bo'ladigan ishlar: hojatxonada, er-xotinlik munosabatda, namozda va shunga o'xshagan ishlarda bo'lishdan iboratdir. Ko'pchilik olimlar mazkur buyruqni vojiblikdan mustahablikka yo'tkashga o'xshamagan qarinalarni ko'rsatib boqqan. Masalan, azanning o'zining hukmi sunnat yoki farz kifoya, ya'ni azan to'lashning vojibligida ijmo yo'q. Uni takrorlashmi, uning hukmiga tava bo'lg'achqa, anglag'uchining azanni takrorlashi vojib bo'lib ketmaydi. Ular ko'rsatgan qarinalardan yana biri bo'lsa, Imom Malikning Sa'labadan qilgan munur rivoyatidir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan chaqlarda kishilar juma kuni Umar radhiyallohu anhu jumaga chiqquncha namoz o'qiydi. Umar radhiyallohu anhu munbarga chiqib o'ltirganida muazzinlar azan tovlashadi. Biz o'ltirib o'zaro paranglashdik. Muazzinlar jim bo'lgandan keyin Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib xutba so'zlashga boshlaganda jim o'ltirib quloq solib tanshaydik. Hech birimiz gap so'z qilmaydi. Demak, sahobalarning azan o'qilayotganda paranglashib o'ltirishi yuqoridagi buyruqning vojibligini emas, mustahablikni bildiradiganligiga qarina bo'ladi deb qaralgan. Bu nuqtani xulosalasak, azanni muazzinga ergishib takrorlash vojib bilan sunnat va mustahab o'rtasida bo'lg'achqa, azanni takrorlashga to'salg'u bo'ladigan zarur ishi bo'lmagan kishi azanni takrorlagani tuzuk. Azanni takrorlash zikr doirasidagi amal bo'lg'achqa, mayli tahoratlik bo'lsin, mayli junub bo'lsin, mayli hayzdor bo'lsin, azanni anglagan har kim azanni takrorlaydi. Yo'l yurayotgan yoki biror ish qilayotgan kishi mengishini va ishini to'xtatish kerak emas. Yo'lini mang'ach, ishini qilg'ach azanni takrorlasa bo'ladi. Qanday takrorlaydi? Azanni anglagan kishi nima deb azanni takrorlaydi degan masalada olimlarning qarashi o'xshash bo'lmagan. Buning sababi hadislar har xil kelgan.
Muazzin nima desa shuni danglar degan yuqorqi hadis muazzin to'ligan azan iboralarini aynan takrorlashni ko'rsatsa, yana ba'zi hadislarda azanni boshdan aynan takrorlab, faqatla hayya alas solah, namozga kelinglar bilan hayya alal falah, nijotlikqa kelinglarni anglaganda la havla va la quvvata illa billah. Allohning irodasiz hech qanday kuch-quvvat yo'qdir deydiganligi kelgan. İkki cümleni aşı tariqada farqliq deyish ko'pchilik olimlar tanlagan kuchli qarashdir. Buxoriydagi bir hadisda Muaviya radhiyallohu anhu muazzin hayya alas solah, namozga kelinglar deganda la havla va la quvvata illa billah. Allohning irodasiz hech kuch-quvvat yo'qdir deb biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shundoq da'vat qilganligini anglagan degan. Muslimdagi bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq degan. Muazzin azan o'qib Allohu akbar deganda biringlar chin dilidan Allohu akbar desa, andin ashhadu an la ilaha illalloh deganda ashhadu an la ilaha illalloh desa, andin ashhadu anna muhammadar rasululloh deganda ashhadu anna muhammadar rasululloh desa, andin hayya alas solah deganda la havla va la quvvata illa billah desa, andin hayya alal falah deganda la havla va la quvvata illa billah desa, andin Allohu akbar deganda Allohu akbar desa, andin la ilaha illalloh deganda la ilaha illalloh desa jannatga kiradi. Yana mundaq degan. Kimki muazzinning ashhadu an la ilaha illalloh degan ovozini anglaganda vahdahu la sharika lah va anna muhammadan abduhu va rasuluhu raditu billahi robba va bi muhammadin rasula va bil islami dina. Ya'ni hech qanday sherik yo'q, yakka yegana Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va elchisidir. Allohning parvardigorim Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarim islomning dinim bo'lganligiga chin dilimdan rozi bo'ldim desa, uning gunohi mag'firat qilinadi. Yana ba'zi olimlar xolisa aynan takrorlaydi, xolisa ikki jumlani farqli takrorlaydi desa, yana ba'zilar har ikki xil hadisga tang amal qilish yusidan u ikki iborani aynan takrorlab bo'lib, orqadan la havla va la quvvata illa billah deb qo'shib qo'ydi degan. Bamdatdagi azanni muazzin as-salatu xayrun minan nawm, namoz uyqudan yaxshidir deganda ba'zi olimlar uni aynan takrorlaydi desa, yana ba'zilar uni anglaganda sadaqata va barirta, rast aytding deb javob berdi deydi. Yana ba'zilar hayya alal falah, nijotlikqa kelinglarni anglaganda mashaallohu kana, Alloh xolig'ini bo'ladi deydi deb qaragan. Lekin bundoq deyishlar biror hadisda kelmagan. Faqatla mazmun jihatdan shundoq deyish munosib deb qaralgan. Tuvanda kishilar ko'p uchrab turadigan bir qancha masalada eskartish berishni munosib deb qarayman. Birinchi, juma kuni masjidda jumadan burun vaztablik qilinayotgan bo'lsa, vazxonning azanni takrorlamay so'zini davomlashtirishi Turkiyaga o'xshash Hanafiy mazhab bo'yicha ish tutadiganlarga nisbatan zaif qarashni tutganlik hisoblanadi. Ko'pchilikning qarashini tutgan ahvolda joiz ish bo'ladi. Ikkinchi, azan chiqayotganda masjidga kirganda o'ri turib azanni takrorlab o'tib, andin tahiyyatul masjid o'qishga turadi. Shunda qilgandilar biringlar masjidga kirsa 2 rakat namoz o'qimaguncha o'ltirmasin degan buyruqqa muazzinga ergishib azanni takrorlash to'g'risidagi buyruqqa tang amal qilg'ili bo'ladi. Uchinchi, orqa bir necha masjiddan chiqqan azanni anglaganda ba'zi olimlar hammasini takrorlaydi desa, yana ba'zilar dastlabkisini takrorlaydi deb qaraydi. Bu masalada salaflar orasida qarashlar o'xshash bo'lmagan. Dastlabkisini takrorlasa bo'ladi degan qarash kuchli. Yaqin masjidlarning yangratqullaridan bir necha muazzinning to'g'lagan azanlari tang anglangan bo'lsa, bir qatim takrorlasa yetarli bo'ladi. 4. Azan to'g'lanayotganda gap qilgan kishi o'lish oldida shahodat keltira olmaydi. Azan to'g'lanayotganda gap qilgan kishiga farishtalar la'nat qiladi degandek mazmunlarda hadis kelmagan bo'lib, bu turli to'qilma hadislar vaztablig'larda uchrashi mumkin. 5. Namoz vaqti uchun yanfon yoki radiodan ovoziga ilingan azan anglanganda azanni takrorlaydi. Namoz vaqtidan boshqa chog'larda to'langan bo'lsa, takrorlamasa bo'ladi. 6. Azandagi ashhadu anna muhammadar rasululloh degan shahodatni anglaganda ikki bosh barmoqini suyib, ikki ko'rsatkich barmoqining alqanini ko'ziga surtish haqida
ba'zi kitoblarda bir qancha hadis bor deyilgan bo'lsa-mu, lekin ularning birarisi sahih emas. Shunga undaq qilishga bo'lmaydi. Azan o'qilib bo'lganda bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud aytiladi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Azanni anglagan chag'inglarda muazzin nima desa shuni danglar. Andan menga durud aytinglar. Kimki menga bir durud aytsa, uning bir durudi uchun Alloh taolo uningga 10 rahmat ato qiladi. Andan keyin Alloh taoladan men uchun vasila tilanglar. Vasila degan jannatdagi bir martaba bo'lib, u faqat Alloh taolaning bandalaridan biriga beriladi. Shu bandaning men bo'lib qolishimni umid qilaman. Kimki ashu martabaning menga nasib bo'lishini tilasa, u kishiga mening shafaatim nasib bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundaq degan: Kimki azanni anglab bo'lgandan keyin Allohumma robba hazihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila va ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Mushu mukammal chaqiriqning va o'qiladigan mushu namozning parvardigori Alloh Muhammadga jannatdagi oliy o'rin bilan fazl marhamatlarni ato qilsila. Uni o'zlari va'da qilgan madhiyalanadigan maqomga yetkazsila desa, qiyomat kuni uningga mening shafaatim haqliq bo'ladi. Ya'ni ey mushu mukammal chaqiriqning, ya'ni azanning va hozir o'qilmoqchi bo'lgan namozning egisi Alloh Muhammadga vasila nomli martabani va yuksak fazilatni ato qilgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sen uningga va'da qilgan madhiyaga loyiq o'ringa, ya'ni buyuk shafaat qilish martabasiga yetkazgin degan mushu duoni o'qsa, qiyomat kuni u kishiga mening shafaatim nasib bo'ladi. Yana Umama radhiyallohu anhu aytadi: Men Muaviya ibn Abu Sufyanning juma kuni munbarda o'tirib, muazzin azan aytib, Allohu akbar deganda Muaviyaning Allohu akbar deganligini, muazzin ashhadu an la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa ilohning yo'q ekanligiga guvohlik beraman deganda Muaviyaning manmu deganligini, muazzin ashhadu anna Muhammadar rasululloh, Muhammadning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik beraman deganda Muaviyaning manmu deganligini, azan aytilib bo'lganda Muaviyaning ey jamoat, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muazzin azan aytganda sizlar mendan anglagan so'zlarni deganligini anglaganman deganligini angladim. Azandan keyin yana xohlagancha duo qilib olsam bo'ladi. Chunki bu duo ijobat bo'ladigan paytlarning biridir. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, muazzinlarning darajasi bizdan ortiq bo'ladi ekan" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u kishiga muazzinning deganini takrorlagan. Azan tutgandan keyin Alloh taoladan nima so'rasang shuni beradi dedi. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam azan bilan takbir orasida qilingan duo rad qilinmaydi degan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.